Kambag'alni qizini bermayapti deydi. Kambag'al bo'lma, to'g'rimi? Harakatini qil. Ba'zan qiynalib ishlagan bola yomon-da endi buni naznida. Kambag'al nazdida ba'zan qiynalib ishlab pul topgan boy bola yomon. Ba'zan kambag'al xotirasiz qolib ketaveradi. U yaxshi. Endi oxirida nima? Kambag'alni qizini bermadi, qaynotani aybdor qiladi. Puli bor, yemeradi, harakat qiladigan beradi, ertadan keyin obedda peshinda turib, nima qilishini bilmasa, bemaqsad bola berganda puli bor bolaga bergani yaxshi.